Oyi ba'da qizlar ko'p, nimasdan ajratib olaman u qizni? Assalomu alaykum. Bo'ldi, ajratib olam. Assalomu alaykum. Salomlashib borligiga hozir bo'ldim, yurayveramiz. O'zol. O'g'ilsizmi, yoshlisizmi? Tashbiyam o'qituvchiman, logopedda. Nega bitta nima qiladi? To'y gapirishga ketadi. Chekiga yuring. Shu sabtetdim. Nimalab ketdingiz? Shu. Nima u shu? Shu ichadigan shu. Yo'q, kim sizni mana shunaqa gapirishga majbur qilib, suv deb gapirmang, yoqmaydi bola. Yoqmayotgan bo'lsa uzr. Yoqmayapti. Zerikmayapsizmi, mazza qilyapsizmi? Siz bilan aylanmay sizga ko'nma. Yo, men bu gaplarni bola miya bosyapti, o'z po'sh qilib gapirmang, yoqmaydi bolaga. Qani qo'qadi? Ha, bulbulcha saraqan bitta. Uzr. Bir tenga qimmat qiz ekansiz. Salom. Ana aksiyadagi 3 talik xuddogilardan berib yuboringlar. Sizdan 35 ming so'm bo'ldi. Yana nimadir kerakmi? Kerakmi? Yo'q, kerak emas. Mana xo'jayingiz tayyor. To'xting, siz bilasizmi bu xuddi qanaqa? Meksikanskiy, klassический, kesливочный. Mana 3 tasi 35 ming. Dastavkaga ham ishlaydi, bilasizmi? Bilasizmi? Hey! Qima! Bu qo'rama qo'zim. Hozir bitta story savoli. Jon qalarni toycholarim. O'sha balom yigitli oralar bemalol. Chunki figuram mani toy balo. Qatga bormasam menga qarashar. Rasmga olish. 小哥哥，哥哥，大点声。 Regalando, tú te comprando, lo guste mamita que